o'tkir pichoqlar tozalamaydi. Ichidagi narxdan teshik freon chiqarib olish mumkin. Rozetkani olasan, rozetkani olgandan keyin senki bo'shashadi. Bo'shashgandan keyin plastikli shpatellar tozalanadi. O'zi turmaydigan katta yaxshisi bormi? Moddasi bor, yurib ko'rsataman. 99% morozelkalarda bo'lmaydigan opsiyalar aynan shu brendda bor. 303 litrda shunaqa gigant bo'lishiga qaramasdan bor yo'g'i 291 kilovatt 1 yillik rasxod. Komplektda ham polniy, ikkita выдвижной oynasi, uchta katta kartinasi, podsvetkasi, удобный ruchkasi, qo'lqop kaliti, hamma narsasi bor. Yana premium morozelkalarda uchirilgan Coolpack texnologiya. Agarda svetila o'chib qolsa, produktlarni 100 soatgacha muz holatida ushlab turishga yordam beradi. Rejimlari ham двойной, gibrid texnologiyada, xolaseli xolodilnik, xolaseli morozelka bo'lib ishlaydi. +5 gradusdan -30 gradusgacha tushiriladi. Yevropaning standarti, vilkani o'zi isboti bilan tok o'ynashiga zashtasi ham bo'ladi. Aynan shu sifatda xuddi shunaqa parametrda bo'lgan morozelkalar bozorlarda 7,5 million so'm atrofida sotishyapti. Bu morozelka yarim narx kanalda bor yo'g'i $319 turadi. Agarda adashib qolmaysiz, xuddi shunaqa vaziyatlarda podpiskani bosib qo'ying bittadan.